harakat qilish uchun kelgan har bitta hamkorlar, xayrli kun deb qolaman hammangizga. Boshlangan har bir kunimiz manfaatli, mana shu olayotgan treningingiz har birimizga manfaatli xizmat qiladi degan umiddaman. Avvalambor mana shu treningni tashkillashtirgan Dilzodaxonim Yusufovaga, Vazibaxonim Tashmatovaga va barcha yuqori ustozlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'linglar, shukrlik qilaman. Rahmat. Mana hurmatli hamkorlar, men ko'rib turibmanki, ko'pchilik yangi insonlar. To'g'rimi? Kim bilandir mana endi ko'rishamiz, kim bilandir tanishimiz. Ishoninglar, bir narsaga faqatgina Allohga ishoninglar. Hech qachon qalbingizda shubha qolmasin, bo'lmasin. Chunki men ko'rasiz roliklarimda har doim aytib charchamayman, 100 yilda bir marta keladi bu korporatsiya deyman. Nima uchun? Chunki qaysidir ma'noda ko'pchilik insonlar 10 yildan beri, 5 yildan beri o'zini yuzlab, minglab haqiqatda dollar va millionerlarni ham o'sha dunyoga keltirishga, ya'ni o'sha dollarli millioner xonim va janoblar, ya'ni tug'ildi bizda. To'g'ri, hozir bu joyda o'tirgan so'mvi millioner bo'lishingiz mumkin, lekin aniq sizga ishontirib aytamanki, siz har doim maksimum yuqorisini tanlaylar. Bu biznesga kelganimda o'sha paytda men aytaman, 5000 dollar ham olmaganman. Keling, dollar deb gaplashmang, 50 million so'm pul topmaganman o'sha paytda. Birinchi men kelgan paytlarimda. Buni aynan kim? Meni o'sha paytda bilgan, o'sha meni yaxshi tanigan insonlar hozir shu gapimni, shu treningimni eslashingiz mumkin bo'ladi. Qarangki, sahnaga chiqqanimda aytadi-yu, siz tog'day so'ring, Alloh qirdigini beradi. Yozganimda o'shanda aytardimki, bu joyga men ishoninglar, Green Family korporatsiyasi qisqa muddat ichida o'zini yuzlab, minglab haqiqatda dollar va millionerlarni ham o'sha dunyoga keltirishga, ya'ni o'sha dollarli millioner xonim va janoblar, ya'ni tug'ildi bizda. To'g'ri, hozir bu joyda o'tirgan so'mvi millioner bo'lishingiz mumkin, lekin aniq sizga ishontirib aytamanki, siz har doim maksimum yuqorisini tanlaylar. Bu biznesga kelganimda o'sha paytda men aytaman, 5000 dollar ham olmaganman. Keling, dollar deb gaplashimiz, 50 million so'm pul topmaganman o'sha paytda. Birinchi men kelgan paytlarimda. Buni aynan kim? Meni o'sha paytda bilgan, o'sha meni yaxshi tanigan insonlar hozir shu gapimni, shu treningimni eslashingiz mumkin bo'ladi. Qarangki, sahnaga chiqqanimda aytadi-yu, siz tog'day so'ring, Alloh qirdigini beradi. Yozganimda o'shanda aytardimki, bu joyga men 5000 uchun kelmaganman dedi. Orqasiga yo'l qo'yardim, 50 ming uchun kelganman dedi. Ishoninglar, o'sha paytda agar 50 mingni kimdir gapirsa, boshqacha holat bo'lishi mumkin. 5000 ni eshitganda ham odam sal kechirasiz, qo'polib kelib, tomizi ketib qolishi mumkin. Lekinchi siz bilan biz shuni ongimizga sig'dirishimiz kerak ekan. Haqiqatda orzular, niyatlar albatta amalga oshadi. Qarangki, o'sha paytda men bu joyga 5000 uchun kelmaganman degan o'sha chertejlarimda, videolarimda bir topsanglar bo'ladi. Lekin 50 ming uchun kelganman deganim. Afsuski, o'sha paytda nima uchun 50 ming deb yozgan ekanman? Hozir men 100 ming emas, million uchun kelganmiz. Chunki haqiqatda Green Family korporatsiyasining million topish imkoniyati bor. Bundan hech qachon shubhalanmang. Faqatgina sizdan bir narsa talab qilinadi. Doimiy har bitta to'siq keladi. Har bitta ustoz shogird munosabati keladi. Sizni atrofingizdagi mana biz buni tasavvur hozir borsangiz 4,7 ming beradi. Tushundinglar? Hozir sharga borasiz 4,7 ming. Meni e'tibor berib turing. Tezlikda boraman, e'tibor bering. Boraman. Sharni olaman. Kelaman, sharni qo'ymayman. Endi bunga men bu sharni tarbiyalashim uchun bunga ustoz tanlashim kerak. Bitta liderimni oldimga solaman. Bunga ustoz qildim, birga ketaman. Yugurmang. Qo'l harakati qo'shilmaydi. Qorin bilan yurasiz. Ko'ryapsizlarmi qanday ketamiz? Yana boramiz. Yana xarid olamiz. Olingan xaridga ustoz tayyorlaysiz. Mana shu shart tugaguncha agar mana eshitdiringlar. Agar shartlarni olayotganingizda
Bir. Tretий поток. Yo'q, hay, 10 kishi. Yo'q, keyin borib oladi. Bular 10 ta. Shuni oldinglarmi? Men rosa tayyorgarlik ko'ringlar deb aytdim. Tayyorlab oldinglar. Endi tugagandan keyin aytaman. Nimaga vaqt tugadi. Stop. Bo'ldi qizlar, sekin chiqib oling. Vaqt tugadi. Yo chiqib ket. Hop, to'xtang, ketmang.